Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizde başlayımız. Leksiyerisi de gacırıyoruz. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü leksiyelerimizin mavzuları bundak. Saudi Padişahı Prezident Trump'ni kütüp algan menzile. Kılıç ve altın medal. Mavzulu haber 5. ayının 20. günü vermiyor. Biti ilan kılın. 2017 yıl 5. ayının 20. günü Prezident Trump olturgan Hava Armiya birinci belgülük aeroplan Saudi Arabistanı aeroporta kondu. Prezident Trump vazifeye olturgandan keyinki tünce katımlık diplomatik faaliyetini başladı. Saudi Arabistan kelge ve tünce diplomatik faaliyet başlayan keşte Saudi Arabistan naiti yenik azad faaliyet orlaştırdı. Sürekli Prezident Trump bilen Saudi Padişahlık Cemiyeti ve Padişahlık Cemiyeti azaları bir meydan ananivi Saudi Arabistanca muzika sol keçelekiye katnaştı. Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet İşler Katibi Rex Tillerson ve Suudi Ministerliğinin Ministeri Yol Roz Katarlıkla birlikte muzika sanat keçelekiye katnaştı. Prezident Trump Saudi Padişahlığı Adliyesi'nin Padişah Abdullah Aziz namıdaki medal, altın medal takdim kılındı. Prezident Trump bilen Saudi Padişahlığı Devlet Müdafiə Ministerliği imzalagan 100 milyon dolarlık harbiy kural yarak setip beriş gelişimi şu günüle küçüke igi oldu. İki devlet yani bunun keyinki 10 yıl içinde Amerika Koşmuş Ştatlarının Saudi Arabistan'a kıymeti 300 milyar 500 milyon dolarga beraber harbiy kural yarak setip beriş gelişimi imzaladı. Prezident Trump yani bir haber Müslümanlar ittifaklaşıp zo'ravonlarga qarshi kurash qilishga chaqiriq qildi. Mavzulu haber 5. ayının 22. günü Amerika Ovozning Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Haber mundaq başladı. Riyad, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump musulmonlarga ittifaqlashib zo'ravonlarga qarshi turishga chaqiriq qildi. Prezident Trump Riyadda bir ayında yig'inda bir necha 10 nafar Arab musulmonlar doisiga mundaq dedi. Bu adalet bilen yavuzluq o'ttirisidagi kurashdir. Prezident Trump prezident bulup tunji qatim ziyoratga chiqqanda mundaq dedi. Amerika radikalizmni yo'qotib, o'rtaq nishon uchun har qaysi Allah ittifoqi qurishni o'ylaydi. Bu o'xshash bo'lmagan e'tiqod, o'xshash bo'lmagan diniy guruhlar ve o'xshash bo'lmagan ma'rifat o'ttirisi kurash emas. Bu odam o'ldirgan, ziyonkashlik qiladigan yovuz jinoyatchilar bilan barliq dillar o'ttirisida insoniyatning hurmatini qo'g'dash uchun elab beriladigan kurashdir. Prezident Trump bundaq ko'rsatdi. Amerika egilik huquqli davlat. Fuqarolarning bexatarligi muhim vazifa o'rniga qo'yamiz. Biz bu yerda din to'g'riliq so'zlayotmaymiz. Boshqa davlat xalqlarining qandaq yashash, qandaq odam bo'lish yoki qandaq duo qilishi to'g'risida so'zlayotganimiz yo'q. Aksicha biz sizlar bilan hamkorlashishni o'ttirg'a qo'yib, o'rtaq manfaat va qimmat qarashlari asosida hamkorlashadigan bo'lsaqlar sherik bo'lib, hammamiz uchun go'zal kelgusini yarata olamiz. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Zo'ravonlik dunyoning hamma joyiga kengaydi. Lekin tinchlik yo'limiz shu yerdan boshlanadi. Amerika sizlar bilan daqam turishga tayyorlanib qo'ydi. O'rtaq manfaat va bexatarligimizga irodamiz. Yuqorqi nutqni so'zlashdan burun bexatarligimiz va irodamiz bo'yicha tayyorlik qilib qo'ydik. Prezident yuqorqi nutqni so'zlashdan burun Prezident Trump 6 devletten teşkillengen Deniz Koltuk Hamkorlik Komiteti bilen söhbet ötküzdü. Bu devletlerin İran bilen bolgan ihtilaflarını Tehran bilen qandaq münasibet bağlaş mümkünligini muhakeme kıldı. Ötmüşte Amerika prezidentleri Saudi Arabistan'da dastlabki ziyorat qiladigan
maqsadlik yer deb qaramagan. Lekin Prezident Trump bu qatam Saudiya Arabistonni dastlabki ziyoratdan bekitdi. Saudiya Arabiston neftga boy davlat. Amerika bilan energiya va davlat mudofaasi jihatda uzundan beri cho'nqur munosabat o'rnatib kelayotgan davlat. Endilikki xabarimiz Prezident Trump az uchraydigan bir fursatda o'tir Sharq tinchlik yaratdi. Mana bu tema eng muhim mavzu. Mavzuda xabar 5-ayning 22 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Tol Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump haftaning 1-kuni mundaq ko'rsatdi. Hozir o'tir Sharq bexatarlik, muqimlik va tinchlik elib keladigan fursatdir. Bu safar Prezident Trump prezident bo'lib tunji qatam Isroiliyani ziyorat qilishidir. Prezident Trump aeroportda kutib olish marosimida mundaq ko'rsatdi. Bu biron zo'ravonlikni mag'lub qilishga berib ketiladi. Balki faqat o'rtaq hamkorlashganda bu nuqtani o'rinlab ketgili bo'ladi. Prezident Trump tarixiy bir fursatda Saudiya Arabistonidan Isroiliyaga uchib keldi. Saudiya Arabistonni ziyorat qilish mezgilida yakshanba kuni Riyodda nutq so'zlab ittifoqlashib, birdak zo'ravonlar qarshi turishning muhimligini ta'kidladi. Isroiliyaning vaziri Netanyahu qarshilish marosimida nutq so'zlab, Isroiliya ham tinchlik uchun tirishchanlik ko'rsatdi. Hamda Falastinni o'z ichiga olgan barliq qo'shni davlatlarga tinchlik qo'lini uzdi deb ko'rsatdi. Prezident Trump avval Isroiliyani Falastin tinchlik suhbati qayta boshlashni ko'rsatgan edi. Ikki tarafning suhbati 2014-yili uzilib qolgan edi. Oxirida haftaning 2-kuni Prezident Trump O'rta Sharq Falastinning prezidenti Abbas bilan ko'rishdi. Demak, bu qatim Abbas Isroiliya va Netanyahu O'rta Sharqda muhim bir safar, muhim bir diplomatik harakat, Arabistondan boshlangan diplomatik faoliyat oxir O'rta Sharq tinchlik elib keladi deyilgan bo'lsa, bu insoniyat tarixida yana bir qatamda qaltis ish bo'ladi, hurmatli vatandosh.